Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu navbatdagi ishlarimiz Xudo xolasa sizlarga hammasi ilindim. Zakazga tayyorlab beraveramiz. Tayyor ham bor, aloqachi stillar bo'ladi. Xo'p do'stlar, bu ishimiz Bambuk 3D katta ish Xudo xolasa. Yong'oqdan bo'lgan, oyoqlari ham 3D gulli fasonda ishlangan. Bu xonlarimiz akvarelli, smalali tayyorlangan. Chayon smala bo'ladi. Bu ham oddiy smala emas, o'ta hashamdor. Bu xonlari ham MDF dan yasalgan. Xonlar razmer keladigan 3.5 ga 120. Buni narxi keladigan bo'lsa do'stlar 15 million so'm ichida Namangan, Farg'ona, Andijonga dastlabki bepul. Bizning manzil keladigan bo'lsa, bizning manzil Andijon viloyati Otliq tumanida ishlab chiqaramiz. 66 joy turamiz. Hammacha mobil markazi kelsalarmi, shu joyga kelsalar shu ishlarimiz bor, xudo xolasa. Keyingi navbatdagi ishimiz. Do'stlar, bu keyingi navbatdagi ishimiz Monika to'g'ri bambuk bo'ladi. Oyog'i varianti xudo xolasa yong'oqdan yasalgan 100%. Bu kraskalari turistik shampan svetdan bo'lgan. Materiallari atechento material chester ishlaganmiz. Machalka qismi 12 sm, xudo xolasa flotli machalka yaxshilangan 19 sm-likda. Bu ishimizni narx keladigan bo'lsak 6,5 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkilar ichida bo'ladi do'stlar, xudo xolasa. Bu xonlar razmeri 320 ga 120, qolgan MDFdan do'stlar. Bemalol xon qisqa ishlasanglar ham bo'ladi. Xo'p, keyingi navbatdagi ishimiz bor. Bu 320 ga 120 xon taxta bo'ladigan vazifada. Ona xonimiz laminat bu. Stollarimizni ko'rsangiz yong'oqdan yasalgan Cobra Monika materiallari atechento materialda kombinatsiya qilingan, klassикasi bilan materiali oyoqlari gulli variant ishlangan. Xudo xolasa 100% yong'oqdan. Buni ishimizni keladigan bo'lsa narxiga bu ham 6,5 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkilar ichida bo'ladi do'stlar. Xo'p, keyingi material emas, billur materialdan bo'lsa ham qardamga moslayman deganlar uchun Cobra Monika fasonda ishlangan. Materiallardan aytilganda 12 sm, oyog'i gulli variantda, xonlari 320 ga 120, xonlari ham xon taxta bo'ladigan variantda. Bu ham narxi 6,5 million so'm do'stlar. Bizning kanaldan chiqqanlarga 6,5 million so'm bo'lsa. Xo'p, bundan keyingisi menga yong'oq emas, menga listovoy arzonroq ishlarni deydiganlar bo'lsa, hurmatli obunachilar, mana listovoy 10 yog'ochdan ishlangan 12 kishilik kraskalari oq jemshur rangda bo'lgan. Bu orqa tomonlar pardali hammasini. Buni narxi keladigan do'stlar, skidka narxi 3 million 300 ming so'm vodiy bo'ladi, dastlabki ichida bo'ladi. Bu xonlar razmer keladigan bo'lsak 275 ga 110 bo'ladi. Xonlari ham xon taxta vazifasini bajaradi do'stlar. Xo'p, bundan keyingi navbatdagi ishimiz medalni fasonda ishlangan yong'oqdan bo'lgan, xudo xolasa. Cho'lik o'rasida machalka qismi 12 sm. Machalka rashan ketdimi? Xo'p, undan keyin tepalari gulli, xudo xolasa chiroyli o'yilgan, chesterli bo'lgan. Xo'p, xonlari 320 ga 120 MDF dan yasalgan. Xo'p, stollari ko'rib ko'rasizlar. Kattalar uchun do'stlar ikkita qo'l kresloli, ichida bonus bilan 6,5 million so'm do'stlar, vodiy bilan dastlabkilar bor. Kelishgan holatda choraq qilib beramiz. Vohalarga bo'lsa upakovka ichida bo'ladi do'stlar. Dastaga pulini to'lasa, upakovkani chiqarib beramiz, mashina topib gaplashib beramiz. Mashina kelsalar 66 joy bizniki, bemalol ishlar bitadi. Telefon qilib uzoqdalar bo'lsa, telefon qilsanglar, kelishgan holatda mashina gaplashib chiqarib yuboramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.